7 ta o'yin va bor yo'g'i 2 ta g'alaba. Ha do'stlarim, men hozir Real Madrid haqida, Madridning Real haqida, qirollik klubi haqida gapiryapman. Qayoqdagi yo'q Osasuna, Leicester yoki Getafe haqida emas. Ha do'stlarim, 7 ta o'yinning bor yo'g'i 2 tasida Madridning Real klubi g'alaba qozonmoqda. Agar esingizda bo'lsa, oldingi dasturimizda Madridning Real klubining ertaga tugaganligini, bu ketishda ular bu mavsumni ham sovrinsiz yakunlash haqida aytib o'tgan edim va kommentariyada meni Barselonaning muxlisi ekanligimni va Madrid klubining dushmani ekanligimni yozishdan to'xtamaydiganlar paydo bo'la boshlagandi. Yo'q do'stlarim, men shunchaki maydonda bo'layotgan narsalardan kelib chiqib bor gapni gapiryapman xolos. Va oldingi dasturimizdagi fikrimni yana takrorlab o'taman. Agar Real Madrid klubi Xavi Alonsoni ishdan bo'shatib boshqa mutaxassis olib kelmas ekan, Madridning Real klubi ushbu mavsumni ham sovrinsiz yakunlaydi. Menga ishonavering. Ochig'i ijtimoiy tarmoqlarga kirib izohlarni o'qiganimda ham hayron qoldim. Agar hakam tomonidan berilgan qizil kartochkalar bo'lmaganida Real g'alaba qozonar edi. Ushbu bahsda hakam ochiqchasiga Celtaga yon bosdi degan fikrlar yangramoqda. Lekin do'stlarim, haqiqatga tik qarang. Hakam qizil kartochkalar ko'rsatguniga qadar hisob necha edi va jamoalar qanday futbol namoyish etayotgan edi. Menga ishonavering. Agar qizil kartochkalar bo'lmaganida ham Madrid klubi maksimum durang natija qayd etishi mumkin edi xolos. Bu ham ehtimol. Lekin o'yinning borishidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, Madrid klubi gol kiritishning uddasidan ham chiqa olishi bu amr mahol edi. Birinchidan Madrid klubi hujum chizig'ining zaifligi, ikkinchidan esa Celta klubi darvozaboni Radoning ko'rsatgan o'yini. Ha do'stlarim, ushbu bahsda Rado Olverkan bo'lib ketdi. Iker Casillas bo'lib ketdi. Peter Cech bo'lib ketdi. Garchi ba'zi raqamlarda Real Madrid ustunlik qilgan bo'lsa-da, lekin gollik vaziyatlar yaratish va ulardan foydalanish borasidagi va o'yinning tashabbusi borasidagi javhalarda Celta Realdan kuchli edi. Hattoki ularning kiritgan gollariga ham e'tibor bering. Birinchi golga, ikkinchi golga emas, birinchi golga, ikkinchi golga hali yetib boramiz. 53-daqiqadagi kiritilgan golga Madrid himoyasi shunchaki uxlamoqda yoki uxlatildi. Eslay olmayman do'stlarim, ochig'i. Oxirgi marotaba Thibaut Courtoisning darvozasiga qaysidir futbolchining bu tarzda gol kiritganligini, Madrid himoyasi ham yosh bola bo'ldi. Thibaut Courtois esa nimalar bo'layotganligini tushunmay ham qoldi. Keyin esa Frans Garcia yo'q joydan ikkinchi sariq kartochkani oldi va maydonni tark etdi. Mana shu vaziyatda hakam qizil kartochka bermasligi ham mumkinmidi? Ha, mumkin edi, lekin hakam bu vaziyatda sariq kartochka berishni va aniqrog'i ikkinchi sariq kartochkaning qizilga aylanishi kerakligini ma'qul ko'rdi. Va bu esa qiynalib turgan Realning vazifasini yana ham qiyinlashtirdi. Lekin bu Madrid klubi bir kishi kam bo'lib qolib ham Zidan davrida Barselonani mag'lub eta olganligini menimcha yodingizdan chiqarmadingiz va Madrid jamoasiday jamoa bir kishi kam bo'lib qoldik deya Celtadan mag'lub bo'lishga haqlari yo'q edi. Agar bu o'sha siz bilan men bilgan Ancelotti va Zidanning Real Madridi bo'lganida edi, bir kishi kam bo'lib qolganiga qaramasdan Celtani mag'lub eta olgan bo'lardi. Lekin bu Xavi Alonsoning Real Madridi. Lekin Garcianing qizil kartochkasiga qaramasdan gol kiritish uchun yaxshi imkoniyatlar ham bo'ldi. Kylian Mbappe adashmasam 72-daqiqada darvozabonning ustidan to'pni oshirib qo'yishda biroz nishonni noto'g'ri oldi. Bilmadim, shu vaziyatda gol bo'lganida o'yinning taqdiri boshqacha bo'larmidi yoki yo'q, yana bilmadim. Lekin Kylian zimmasidagi vazifani maromiga yetkazib bajara olmadi. Keyin esa Endrik, mavsum boshidan beri zaxirada o'tirgan Endrik qizil kartochka bilan jazolandi. Bechora yigitcha ozib yozib mana shu bahsda maydonga tushishi mumkin edi, lekin hakam shuni ham ko'p ko'rdi. Ya'ni u maydonda bo'lmagan holatida chetlatildi. Keyin esa Alvaro Casares qizil kartochka bilan siylandi. Ochig'i do'stlar, mana shu yerda hakamning fikriga qo'shilmagan bo'lar edim, chunki hakamga e'tiroz bildirganligi uchun to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka berish bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Mana shu yerda hakamning ishini aslo oqlay olmayman, lekin bu vaziyatgacha o'yinning taqdiri hal bo'lib bo'lgan edi.
Keyin esa ushbu qizil kartochkadan keyin 93-daqiqadagi Celtaning yana o'sha shedevr goli va Qirollik klubi 3 ochkodan mahrum bo'lib maydonni tark etmoqda. E'tibor bering, Celtaning ikkinchi goliga Madrid himoyasi yosh bolalarcha dog'da qoldirildi va Thibaut Courtois sunnat to'yi bo'layotgan bolalarday kulalosini o'ynab o'tiraverdi. Hayzlar, men umuman demoqchi bo'lgan narsam bu yerda hakamning xatolari bo'lmaganida Real Madrid g'alaba qozona olmasdi demoqchi emasman. Aksincha, Real Madridday jamoa bir kishi kam bo'lib qolishiga qaramasdan Celtaday jamoani mag'lub eta olishga qodir bo'lishi kerak demoqchiman. Chunki Madrid jamoasining oxirgi 7 ta o'yiniga e'tibor bersangiz, nafaqat Celta, balkim Girona, Elche, Rayo Vallecano mana shunday jamoalarga qarshi ham to'liq tarkib bilan 11 kishilik tarkib bilan ham hech narsa qila olishmadi. Men aynan mana shu narsani nazarda tutyapman. Bu siz bilan men bilgan Qirollik klubi emas. Viniciusni-ku gapirmasa bo'ladi. Adashmasam 11 ta bahsdan beri ushbu yigit gol kirita olmayapti. Kylian Mbappe qayerlardadir poker, hat-trick, dubllar qayd etadi, lekin jamoa qiyin ahvolga tushib qolgan vaziyatda Kylianni ham topib bo'lmaydi. Real Madrid himoyasi esa xuddi Samarqand darvozalari kabi ochilib yotibdi. Tarkibga e'tibor bering. Real Madrid tarkibi dunyodagi eng qimmat tarkib va eng kuchli tarkib. Lekin shunday tarkib bilan ham na g'alaba bor, na yutuqlar. Bunga sabab esa albatta yana bir bor ta'kidlab o'taman. Xavi Alonso ushbu mutaxassisni kech bo'lmasidan jamoadan yo'qotish kerak. Chunki bundan bir necha turlar oldin ham Real Madrid Barselonadan 5 ochko oldinda edi. Endi esa turnir jadvaliga yuzlanadigan bo'lsak, Barselona Real Madriddan 6 ochko oldinda. Kechirasizlar, 6 ochko emas, 4 ochko oldinda. Villarreal esa Real Madriddan bor yo'g'i 1 ochko ortda qolyapti va Villarrealning bitta o'yini qoldirilgan. Ya'ni qolganlarga nisbatan Villarreal bitta kam o'yin o'tkazgan. Agar qoldirilgan o'yinda Villarreal g'olib bo'ladigan bo'lsa, Real Madriddan 2 ochko oldinga o'tib ketadi. Bu esa Madrid klubiga xos emas. Demoqchi bo'lgan narsam do'stlarim va ushbu videorolikdan maqsad shuki, qo'lga kiritilgan ushbu mag'lubiyatda faqat hakamlarni ayblash noto'g'ri. Bu yerda Xavi Alonso barcha aybni o'z zimmasiga olishi kerak. Agar hakamlarning xatosi bo'lmaganida ham Real Madrid ushbu bahsdan maksimum 1 ochko ola bilgan bo'lar edi xolos. Va bunaqangi o'yin bilan Real Madrid ushbu mavsumda hech narsa, aniqroq hech qanday sovrin qo'lga kirita olmaydi. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.